Men 1 yillik abonement sotib oldim. Ba'zi zallikini 1 yillik abonementini sotib oldim. Lekin 1 yil sarhisobida atigi 3 oy chiqimman o'sha zalga. Ba'zi insonlar bor, o'zini xatosidan to'g'ri xulosa chiqaradi. Ba'zi insonlar bor, kimdir xatosidan to'g'ri xulosa oladi o'ziga. Ko'pchilik o'zini hozirgi kunda tanasidan uyaladi. Bego'y daroshka, ya'ni yugurish yo'lakchalari haqiqiy yugurish o'rnini bosa oladimi? Albatta aytishadi-ku, sog'lom tanda sog' aql deb. Oldinlari yurib yashagan bo'lsak, hozir o'tirib yashayapmiz. Semizlikning ortishiga yana bitta sabab aytganimdek kam harakatlilik deb o'ylayman. Assalomu alaykum aziz Skato obunachilari. Bugundan boshlab sizlarga Skato podkastimizni Doron akam, ya'ni uzoq yillik sporttovar sohasidagi tajribalaridan kelib chiqqan holatda kerakli, manfaatli bo'lgan foydali maslahatlarimiz bilan ulashib boramiz. Ilk sonimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum Doron aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, shukrulloh. Hop, bugungi podkastlarimiz trenajyor bego'y daroshkalar masalasi bo'yicha bo'ladi. Shu yurtdoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Sababi to'g'ri qanaqa yechimdagi, qanaqa kattalikdagi, qaysi turdagi bego'y daroshkalarni xarid qilish mijozlarimiz ko'plab savollari bo'ladi. Shulardan kelib chiqib, hammasiga sekin javob berishga boshlaymiz. O'zi bunaqa podkastlarni insonga manfaatli tomoni nimada deyilsa, Doron aka, ba'zi insonlar bor, ya'ni ko'p eshitib qolamiz, mijozlarimizdan men 1 yillik abonement sotib oldim, ba'zi zallikini 1 yillik abonementini sotib oldim, lekin 1 yil sarhisobida atigi 3 oy chiqimman o'sha zalga yoki 2 oy chiqimman deyiladi. Qolgan 10 oy yoki 9 oy shunchaki havoga uchib ketadi. Lekin shundan ham to'g'ri xulosa qilishadi mijozlarimiz, qaytib kelib uy uchun alohida bego'y daroshka sotib olishadi. Ya'ni ba'zi insonlar bor, o'zini xatosidan to'g'ri xulosa chiqaradi. Ba'zi insonlar bor, kimdir xatosidan to'g'ri xulosa oladi o'ziga. Ya'ni shu xatoni qilmaslikka harakat qiladi. Bunaqa podkastlar albatta insonni Doron akam aytganlaridek qanaqa trenajyor tanlashga, ya'ni o'zini hayotidagi ba'zi insonlarni endi ochiq aytamiz, semizlikdan qutulish uchun qutulmoqchi bo'lgan insonlarni hayotidagi o'zgarishlarga, xudo xolisa, ularni savollariga, ya'ni hayotiy o'zgarishni kutayotgan odamlarni savollariga tabiiy javob berib o'tamiz, xudo xolisa, bu podkastimizda. Albatta. Ko'pchilik o'zini hozirgi kunda tanasidan uyaladi. To'lachaligida yoki ortiqcha vaznga ega bo'lganidan. Shuning uchun ham ko'pchilik shu zallaga, siz aytganingizdek, 1 yillik abonementni oldiga maqsad qiladi, katta maqsad qo'yadi, lekin shu 1 yilda chiqsa taxminan 4 oy yoki 3 oy maksimum. Yil 12 oy bo'lsa, taxminan 3 oy mayli. Undan tashqari u bir o'zi shug'ullanadi. 4,5 million, 5 millionga ega bo'lgan shu abonementda bir o'zi shug'ullanadi. Undan tashqari shunga ega bo'lishadiki, mijozlarimiz o'ziga qulay, komfortli, misol uchun uyiga mos, kilogrammiga mos hamda oila a'zolari bilan shug'ullanishga mos bo'lgan bego'y daroshkalarni shu yilda o'tgandan keyin sekin tushunib yetib, keyin bizdan xarid qilishni boshlashadi. Albatta bu sohada keling bitta umumiy savol bilan boshlasam. O'zi umuman olganda bego'y daroshka, ya'ni yugurish yo'lakchalari haqiqiy yugurish o'rnini bosa oladimi, Doron aka? Odatda yugurish yo'lakchasi ko'chada yugurganingiz bilan taxminan bir xil. Ko'chada nima farqi bo'ladi desa, ko'chada yugurganingizda, ko'chada shamol, ba'zi birlarda qiyaliklar, ba'zi birlarda pastliklar. O'shani hisobiga bu komfortni his qilmasangiz, tabiatni his qilmasangiz, hisobga olmasangiz, uydagi unga nisbatan yana ham kuchliroq bo'ladi. Siz bir xil tempda, bir xil balandlikda, bir xil masofani bir xil tezlikda bosib o'tishingiz mumkin. Taxminan ko'chada 10 kilometr yugursangiz, yugurish yo'lakchasida taxminan 5 kilometr yugursangiz, o'shaning bilan bir xil effektni olasiz. Negaki, siz oqimga qarshi bir xil tezlikda, bir xil balandlikda yugurayotgan bo'lasiz. Bu ham vaqt yutasiz, ham ko'chaga chiqib o'zingizni anaqa vaqtingizdan unumli foydalangan bo'lasiz. Bu ko'proq kimlarga yaxshi ekan? O'zini, ya'ni teloslanjeniyasidan boshida uyaladigan insonlarimiz bor, albatta, odamoviroq, ya'ni ko'pchilikni uncha yoqtirmaydigan va ko'proq band insonlarga ham menimcha aynan muddao deb o'ylayman, chunki hozir shunaqa ishlar chiqib ketgan, faqat o'tirib ishlanadi. Xohlasa udalyonka, ya'ni uyda o'tirib ishlanadi. Ba'zi ishxonalar bor, hattoki soatlab o'tirib faqat ishlanadi. Menimcha u ishxonalarda ham xodimlar uchun alohida bir sport zallari yoki sport burchaklari qilib qo'yilgan bo'lsa kerak. Juda ham ko'p katta kompaniyalar, misol uchun gigant kompaniyalardan Google va shunga o'xshash kompaniyalar o'z xodimlari uchun o'ylagan holda oshxonalar, undan tashqari eng anaqa zamonaviy turdagi trenajyorlar bilan jihozlab qo'yishgan.
Hozirda o'zimizda O'zbekistonda ham, misol uchun avtovokzal yaqinda proyekt qilib berganmiz. Trenajyorlar xodimlari uchun o'ylab, undan tashqari yana bir ikki o'sha nufuzli kompaniyalarga o'z xodimlari uchun manfaatli bo'lishi uchun, ishga bo'lgan rag'bati oshishi uchun biza ularga manfaatli trenajyorlar. Albatta aytishadi-ku, sog'lom tanda sog' aql deb. Albatta. Umuman olganda Bego'y Daroshkani tarixiga kelib chiqadigan bo'lsa, ya'ni Bego'y Daroshka qanaqa o'zi ishlab chiqilgan, shundoq turib ertasi kuni Bego'y Daroshka bo'ldi, yasaldi deb bo'lmagandir albatta. Qanaqadir uni ham hamma narsani tarixi bo'lgandek, balki u narsani ham bir tarixi bo'lgandir, to'g'rimi? Albatta u qiziq bo'lgan. Negaki o'zi u sog'liq uchun bo'lmagan. Boshqa yo'nalishda foydalanishgan. Oldinlari yurib yashagan bo'lsa, hozir o'tirib yashayapmiz. Siz aytganingizdek, o'shaning uchun to'lachalik ham ko'p. Oldin unaqa bo'lmagan. Oldin buni 1818-yilda tarixini qiziqqanimda, shu 1818-yilda to'g'ri aytasiz, Angliya muhandisi buni qamoqxonada tegirmon sifat bir anjom yasagan, uni mahbuslarda sinagan. Ham mahbuslarni bir tarafdan ishlatgan, ham undan foydalanishgan. 20-asrga kelib bo'lsa, o'sha yurak qon tomirliklari, kasalliklari ko'p rivojlanishni boshladi. Semizlik orta boshlagan. Amerikada o'zi yaqinda bir 10 yil, 15 yil oldin juda ham avjiga olib ketgan semizlik hozirda normaga tushib olishdi. Endi bu O'zbekistonga kirib kelyapti. Sabab nega desangiz, bizda rivojlanib ketib qoldi. Milliy taomlar, fast foodlarimiz juda ham rivojlanib ketdi. O'shaning uchun bizda ham talab juda ham ko'payib ketdi. Menimcha bu semizlikning ortishiga yana bitta sabab aytganimdek kam harakatlilik deb o'ylayman. O'zi eng to'g'ri kaloriya rasxodi, ya'ni siz tanangizga kirgizgan kaloriyangizni qayta rasxod qilib chiqarib yuborishingiz, ya'ni yegan taomingizdagi kaloriyaga mos ravishda harakat qilsangiz, menimcha tana har doim o'zini holatida, ya'ni sport holatida turadi deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta bu fikrlarni kommentariyada belgilab ketinglar. Va oldindan aytib qo'yamiz, kanalimiz rivoji uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni va qiziqarli videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun kolokolchikka bosib qo'yishni unutmanglar. Do'ron aka, bu sport sohasidagi uzoq yillik tajribangizdan kelib chiqqan holatda Bego'y Daroshkada yugurilayotganda qilinadigan eng qo'pol xatolar nimada deb o'ylaysiz, ya'ni siz? Juda ham ko'p birinchi boshlagan odamlar oldiga katta maqsad qo'yadi. O'sha maqsadni qo'ygandan keyin 1 soat tinmasdan eng baland tezlikda, eng baland qiyalikda ko'p yugurishadi. Buni natijasida ko'pchilikning uyida eng qimmat kir ilish moslamasiga aylanib qoladi. Qo'shiladi yana bitta. Yana bitta qo'shiladi. Aksariyat ko'pchilikning fikri shu, tez yugursam tez ozaman. Juda ham ko'pchilik odamlarimiz, mijozlarimiz, yurtdoshlarimiz ruchkasini ushagan holda yoki oyog'ini sudragan holda ishlatishadi. Undan tashqari juda ham ko'p xatoliklar ko'p. Bego'y Daroshkaga o'xit bermasdan, bu degani moylamasdan, moysiz tarzda ishlatishadi. Juda ham qo'pol tarzda ishlatmasdan keyin bir ishlatishadi. O'sha shunday xatoliklar orqali Bego'y Daroshka shikast etishi mumkin, kamroq xizmat qilishi mumkin. Demak, u yillar davomidagi yig'ilgan yog'larni kunlar davomida bittada ketkazib qo'yib bo'lmas ekan. Ya'ni hech kim ertasi kuni uyg'onib semiz bo'lib qolmaydi. Qanaqadir vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni aytganingizdek fast foodlar, noto'g'ri ovqatlanish, yillar davomida to'plangan yog'larni mehnat, ya'ni Bego'y Daroshkada umuman ko'chada zal uchun Bego'y Daroshkalarda yugurib, menimcha ketkaziladi, to'g'rimi? Albatta. Butun tanadagi yog'ni ozish o'sha dieta orqali ozsa ham bo'ladi. Lekin Bego'y Daroshka insonga nima beradi? Unga qad-qomat beradi, shakllantirish beradi. Agarda 70% biz dietani hisobga olsak, 30%ni biz yugurish yo'lakchasi orqali undan ancha foyda olsak bo'ladi. Do'ron aka, mana ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun yengili Skatov kompaniyasini tashkil topganiga 10 yildan albatta oshdi menimcha. Shu yillar davomida eng hamyonbop bo'lgan va ko'pchilik nima desa bo'ladi, bir bestsellerga aylangan modellarimiz, ya'ni yugurish yo'lakchalari aynan qaysi modellar?
Ko'pchilik bizda eng yuqori topoviy продажада bo'lgan, sotuvda bo'lgan bego'y doroshkalarimiz eng birinchi o'rinda 350 va 355 modelimiz juda ham bir-biriga o'xshash 110 kilogrammgacha bo'lgan odamlar ko'taradi. Ikkita motor bilan jihozlangan. Undan tashqari 6 ta amortizator funksiyasiga ega, juda ham yumshoq, mustahkam. Dom sharoitlarida pastki qo'shinlarga zarar bermagan holda yugurish yo'lakchasiga ega. Xo'p, tinimsiz, tinmasdan bir kishi foydalanib 6 soatgacha ishlash DC motor bilan jihozlangan. Undan tashqari juda ham qulayliklari bor. O'sha ruchkasi orqali tezlikni yoki past baland qilishlarni ishlatsangiz bo'ladi va bunga yana qo'shimcha 007 degan LGM 007 bego'y doroshkamiz bor. U esa 3 ot kuchiga ega bo'lgan. Podyomi ham, nishabligi ham 18 gradusgacha ko'tariladi va 130 kilogacha bo'lgan odamlarimizni ko'taradi. Xuddi tog'ga chiqib ketayotgan effekt Xuddi piyodaga o'xshagan. Va undan tashqari yana bir bego'y doroshkamiz ajoyib. Hozirgi 2026-yilda eng oxirgi modellardan bittasi. Aksariyat hech kimni kuzatmayman, kamdan kam kompaniyalarda kuzatganmiz. U brushless motor bilan jihozlangan. U degani cho'tkasiz motor. Shu o'rinda uzr gapingiz bo'ldim. Tomoshabinlarimizga ilm bo'lish uchun, ya'ni bir nima desa bo'ladi, yengillik. Shu o'rinda Do'rin aka, kuzatuvchilarimizga shu motorlarning farqini ham bir ozgina tushuntirib o'tsangiz, ya'ni hozir DC davomimiz, brusher davomimiz, IC motor davomimiz, siz bilan biz chuvomiz, lekin bego'y doroshka sotib olmoqchi bo'lgan, aynan qanaqasini tanlab oling degan muxlislarimiz uchun bu narsa yengillik bo'lishi mumkin. Shuning uchun ozgina ulashib qo'ysangiz shu ilmni. Xo'p, qarang, doroshkalarning motorlari va platalarning farqlari turlicha bo'ladi. Bizning O'zbekiston sharoitiga ko'proq damashnik uy sharoitiga DC motorlarimiz ko'proq ishlatiladi. Ya'ni siz aytgan 355, 007 modellarimizda aynan shunaqa DC motor. AC motorlarimiz bo'lsa 24 soat ishlashga uchun mo'ljallangan, tinimsiz. U doroshkalarni tinimsiz ishlab va tez sovutish uchun. Va u jihozlangan inverter plata bilan. Hozirgi kundagi yangi zamonaviy brushless motorlarimizda kullerli, platali, o'zini o'zi sovutishga ega bo'lgan va cho'tkasiz. Kuyish ehtimoli juda ham kam bo'lgan, og'ir yuklamali odamlarga ham 150 kilogrammgacha bo'lgan odamlarga ham bemalol yuklaydigan shu 601 LGM 601 bego'y doroshkamizda jihozlangan brushless motorimizga ega. Farqlari DC shunda uy sharoitida foydalanish uchun bo'ldi. AC zal sharoitida shug'ullanish uchun bo'ldi. Yangi bu yilgi motorimiz brushless. Universal. Hamma bego'y doroshkalarni uzoq muddat xizmat qilib berishini xohlasangiz, o'zidan chiqadigan komplektida moylari bo'ladi. Shu moylash orqali umrini uzaytirsa bo'ladi bego'y doroshka. Umri deganingizda eng asosiysi bizadagi barcha bego'y doroshkalarga o'zimiz ofitsialniy diler bo'lganimiz uchun bemalol zavod orqali beriladigan 1 yillik garantiyalarimizni ham bera olamiz. Hozir ko'pchilik xaridorlarimizdan shunaqa noto'g'ri otзывlar ham kelib qolyapti. Ya'ni ba'zi platformalardan arzon 2,5 million, 1 million 800, undan ham arzonroqga olingan bego'ylar 3 oyga qolmasdan o'sha motori pishib qolyapti yoki etilgan vest ko'tarib bera olmay qolgan. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ozgina tushuntirish berib o'tib ketsangiz. Yurtdoshlarimiz ko'pchilik hozirgi kunda eng arzoniga uchib, har xil turdagi marketing va o'sha nima desak bo'ladi, reklamalarga uchib olishyapti. 130 kilogrammgacha bo'lgan odamni 2,5 million, 3 million atrofidagi bego'y doroshka ko'taradi deb xarid qilishyapti. Lekin qayta telefon qilishsa, shu ishonchsiz manbalardan olishgan, internet saytlardan olishgan shaxslarga telefon qilishsa, biz garantiya 3 oy berganmiz. Yoki 2 oy berganmiz, yoki 6 oygacha garantiya berganmiz. Bizda buni zapchaslari yo'q. Xitoydan zakaz qiling yoki tanish bego'ylardan, tanishlardan so'rab oling degan gaplar kelyapti. Ya'ni bizadagi barcha bego'y doroshkalarda o'sha zavod tomonidan aytib o'tganimizdek ofitsialniy garantiyalari hamda uzoq yillik servis xizmatlarimiz va zapchaslari bilan zapas qilib olib kelamiz. 10 yilgacha servis xizmatlarimiz bor, ofitsialniy 1 yil garantiyalarimiz bor. Undan tashqari alohida har bir bego'y doroshkamiz uchun yugurish yo'lakchasi, uni ichidagi lentasi bor va platalari, undan tashqari korpuslarigacha topib bera olamiz biz. Yillar davomida necha yil ketishimiz, 10 yil bo'lsin, 5 yil bo'lsin, 7 yil bo'lsin, necha yil ketishidan qat'iy nazar hamma zapchaslar bor. Bizni Scato by Life Gym kompaniyamiz uzoq yildan beri
xizmat qilib kelyapmiz. Bizdan juda ham ko'plab mamnun mijozlarimiz juda ham ko'p. Zallarni to'ldirib berganmiz. Uylarga kichik zallar qilib berganmiz. Do'ronniki mana yuqorida aytib o'tdik, shu sport burchaklari, ya'ni hozir ishxonalarda aytib o'tyapmiz. Ko'pchilik o'sha rahbarlar o'z xodimlarini sog'lig'ini o'ylagan holatda albatta mini zalni yig'ib berishyapti. Bu mini zallarni albatta uyga qo'ysa ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni har bitta inson o'zi uchun alohida abonement sotib olgandan ko'ra, uy uchun, ya'ni bir o'rtacha 40 kvadrat joyimizga zal yig'ib beradigan bo'lsak mabodo, ya'ni bunda nafaqat o'zi, insonni o'zi, balki ahli oilasi bemalol shug'ullanadi. Hop, balki atrofda zal bo'lmagan, ya'ni chekka hududlarimiz bor, shunaqa, ya'ni zal yo'q sharoitli. Shu aynan xonadonlarimiz uchun 40 kvadratga taxminan qanaqa zal yig'sak bo'ladi? Ya'ni kardio rejim qanaqa bo'ladi? Elliptik. Ular uchun eng muhimi, Mhm. to'g'ri aytasiz, oilaviga, misol uchun 5 kishi yashashsa, misol 4 million so'mdan xarajat qilishsa ham yiliga Mhm. abonement uchun o'sha 20 millionga yarasha ketadi. Mm. O'shani orasida biz zal yig'ib bera olamiz. Bitta begovoy, bitta vela, bitta butun tanani mashq qilish uchun silovoy trenajyorimiz bor. 40 xil funksiyani bajarsa bo'ladi bir silovoy trenajyor. Bitta silovoy o'zida. Albatta. Bu bitta o'zi uchun emas, butun oilaviy foydalanishsa bo'ladi. Misol qizib olish uchun begovoy Mhm. va yoniga bitta elliptik lija qo'shamiz. Bu ayollarimiz uchun juda ham foydali. Mhm. Va uni yoniga yana yoga uchun Yoga maydonchasi. yoga maydonchasi va unga yarasha obruch, skakalka va silovoy trenajyorimizni qo'shamiz. Va 55 kilogrammgacha bo'lgan chemodan gantellarimiz ham bor. Shuncha narsani xarid qilgan xaridorlarga, ya'ni bittada shunaqa xarid qilgan xaridorlarimizga qanaqadir bonuslarimiz ham bormi? Ha, juda ham ko'p bonuslar, chegirmalar qilib beramiz. Kelasi sotuvlarga kelishlari uchun ham va tanishlarga tekin reklama bo'lishi uchun ham. Bizani xaridorlarimiz yaxshi bilishadi. Albatta, qutlug' joydan quruq ketmagin deganda har bitta mijozni rozi qilish uchun biz ajoyib bonuslar qo'shib beramiz, to'g'rimiki? Keling, hozir bitta narsani yo'lga qo'yamiz, ya'ni birinchi sonimizdan. Skato podcast promo kodi bilan kelgan xaridorlarimizga kompaniya tomonidan bir ajoyib sovg'alarimizni yo'lga qo'ysak, shunga nima deysiz? Albatta, to'g'ri aytasiz. Hammamizga manfaatli bo'ladi. Bu orqali tanishlarga ham ulashib qo'ysa agar. Bu oldindan aytib qo'yamiz. Albatta, zal yokida o'sha bego'y daroshka xarid qilgan mijozlarimiz uchun Albatta. manfaatli sovg'alarimiz bor, Albatta. Shukrullo, bizga bego'y daroshkalarimizni narxlari bo'yicha bitta info bering. Do'rinaga juda to'g'ri savol berdingiz. Albatta, narx bu hammani qiziqtirgan savol. O'rtacha restoranga borsangiz ham taxminan qanaqa shot kelishini bilasiz. Masalan, 3-4 kishi kirsangiz, o'rtacha 500 ming yo 400 ming shot keladi. Bizda bego'y daroshkalarimizda, ya'ni o'rtacha narxlarimiz emas, ya'ni boshlang'ichi $250 dan $2700 bego'y daroshkalarimiz bor. Hattoki bitta emas, ikkita emas, naq 4 ta jentrani puli yokida 2 xonali uy, ya'ni $45,000 ga ham odamlar o'zini sog'lig'i uchun shunaqa bego'y daroshkalar qo'yishadi uyga. Ya'ni $45,000 dan $250 gacha bego'y daroshkalarimiz bor hozirgi kunda. Bizani oxirigacha kuzatganingiz uchun rahmat. Xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz va kelasi videolarda sizlarga aynan qaysi mavzu qiziqligini kommentariyada yozib o'tsanglar, sport sohasiga oid mavzularni yoritib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha Do'rnikam bilan birga. Va albatta bu uchun bizga hamda o'zingizlarga manfaatli bo'lishi uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga rahmat kattakon. Kelgusi podkastlarimizda sizlarni kutib qolamiz. Manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar.